ここからは VTR 特集です。今日は月曜日キャスターでもおなじみジャーナリストの大高美希さんをお招きしております。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日は5月19日の土曜日に行われました世界ウイグル会議のラビア・カーディル総裁に聞くという VTR をご覧いただきながら、このインタビューをされた大高美希さんにお話を聞いていきたいと思います。実際にインタビューされていかがでしたか？はい、ラビアさん来日されてからですね、ずっと、中国側のメディアに、ストーカーのように、追跡され、さまざまなところから圧力をかけながらも精力的に、活動されたと思います。で、私の取材を受けてくれた当日も福島の方に朝から行って、被災地などを訪問されて、それでお帰りになられてきて、疲れているにもかかわらずしっかりとお答えいただきましたので、ぜひご本人のね、声を中国が私とことんバカだと思うのは、これ無視すればね、こんなに盛り上がらなかったんですけど、あそこが騒げば騒ぐほど、そのウイグルのことなんか全然知らない人まで知ってしまったというね、だからまあね、北朝鮮にもありがちなことですけど、ああいう国はとんまなことをやるなと本当思いましたけどね。ですね、一党独裁の感覚でね、言論の保障がある日本で動かれてもね、で結果的にはもちろん大高さんはじめいろんな方が支えてくださったということもあるんだけど、中国のミスによってこの問題がかなり一般にもね、全然ね、この間もそんなことに何の関心もない人がなんかウイグルの人が来てるみたいだねみたいなことを言ってるんで、どうしてなんですかって聞いたら、なんか中国が気にしてるということをなんかで見たと。だからね、やっぱりまさに今大高さんがおっしゃったことだと思いますけど、中国のウイグル広報宣伝部がね、ご活躍なさったようでございますけれども、そうですね。では早速インタビューの VTR をご覧いただきたいと思います。今日は世界ウイグル会議総裁のラビア・カーデルさんに、取材させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず第4回の世界ウイグル会議が無事終了されたそうでおめでとうございます。会議の成果はいかがでしたでしょうか？Bu qitimqi yig'inning natijasi nihoyatda yaxshi bo'ldi. Biz nihoyatda 120 dan ortiq odam keldi. Yig'inimizning oxirida bir kurs ochdik, workshop qildik. Har ikkisi nihoyatda muvaffaqiyatli oyoqlashdi. この会議における中国の反応はいかがでしたでしょうか？ Taki biz yig'inni boshlagandan tortib ta hozirgacha Xitoy to'sqinlik qilib keldi. Hatto bizning kelishimiz, viza ilishimiz, odamlarimizning O'rta Osiyodan bu yoqqa minishi, nurg'un odamlarimiz O'rta Osiyo tarafdan bu yoqqa mangmay, shu Xitoyning to'sqinligi bilan qilib qoldi, qolganlarga gilim birdan chaplashib ketdi. このウイグル会議において日中間首脳会談で野田首相と、中国の胡錦涛主席の会談が実現しなかったと言われてるんですけれども、そういった外交的な圧力が生じたことをどのように思われますでしょうか？ Xitoy hukumati bizni besib olgandan tortib to hozirgacha bizni siyosatga bog'layotgan bo'lg'achqa, biz bilan bizning zaminimizda inoq yashash emas, u bizning shu mavjudligimizni o'ziga tahdid deb qaraganligi uchun bizning xalqimizni milliy kamsitayotdi, til jihatdan yo'qotayotdi, ham bizni irqiy jihatdan yo'qotayotdi, ham bizning xalqimizni tutqun qilib turmaga tashlayotdi, ham o'ltiryotdi. Mushlarning hammasi Xitoy hukumati biz bilan bir fuqaro sifatida yashash emas, bizni tahdid deb siyosatga bog'laganligi uchun bo'lyotdi. Shunga Uyghur meselesini Xitoy hukumati biz dunyoga anglatdik. Buningdan bizni dunyoning anglashini, dunyoning bizning hozirgi besilayotganimiz, hozirgi bizning o'ltirilayotganimiz, yer sharida ezilgan millatlarning ichida eng ig'ir ahvolga duch kelayotganligimizni dunyo xalqi anglasa, mushunchalar bizning ustimizdagi ig'ir zulmga dunyo xalqining aralashadiganligini Xitoy allaqachonda to'nib yetkazishga nihoyat cho'chib ketib siyosat deb qarayotdi. Çünkü Uygurlar uyg'unib ketdi. Uygurlar insondek yashash uchun o'zining har qanday erkinlik uchun kurashga tayyor bo'lib chiqqanligi uchun Xitoy texnik siyosatga bog'layotdi. Uning ustiga Xitoyning ishidagi tinchsizlikning hammini bizga bog'layotdi. Uning ustiga Xitoy hukumati har vaqt o'ylab turdi. Tibet,
Uyghur, Moğol'unu o besip algan, burun o ayrım devleti olgan. O özü bularını yokutuyivergendiken demek bu özü tarihinin kaytırılışından endi çıkıvatıdı. 中国はさまざまな、巨大な軍隊、13億の市場という、幻想なんですけれども、そういったものも持っている、さまざまな武器を持ってその世界中に、世界ウイグル会議の活動を今後も阻止する、ことをやってくると思うんですけれども、その世界ウイグル会議がそういった中国に対して戦える武器っていうのは何を持ってるんでしょうか。 Xitay özünün tehdit ekenligini his qilib yetkenlik uchun biz onun tehdit vahşiyligini bu asli müştaqil aksinchisiga Xitay özünün şundaq xatarlik, şundaq vahşi, şundaq zoravan, şundaq xalqni qiriyotganligini biz pash qilyapmiz. Shuning uchun biz Xitoyga tehdit bizni vahşi deyapmiz. Müştaqil aksinchisiga o'rib desangiz bo'ladi uni. Dunyo Uyg'ur qiltiyi demokratiya, erkinlik, kişilik hukuk Xitay hükümetinin diktatörü üstüde kurash ep biriyotidir. Shuning uchun bütün dünyadaki diktatörünü yemirimiz degan adil demokratiyani suydigan har qanday xalq biz tarafda biz ana shu tinchlik bilan taqobil turamiz. 中国が宣伝してくれてるということですね。 Xitoy aksicha sizlarni tashviq qilib turyaptimi dedi. Albatta. Chunki Xitoy bizni qancha tashviq qilgan sari bizning xalqimizning qanchalik azob tortayotganligini dunyo xalqi texim ko'rib yetadi. Biz mushu erkin dunyoda harakat qilayotgan odamlarni Xitoy mushunda boshqa yerda bizning Xitoyning diktator ostidagi xalqimizning qanday azob tortayotganligini butun xalq mushuningdan bilsa bo'ladi. İnsanlar bir-biriga muhabbat beradi. Bir-biriga muhabbat berganligi uchun bir-birini samimiy yo'qlashidi. Bir-biri bilan bir samimiy munosabat qiladi. Muşlarning hammasini Xitoy mush bir Yaponga kelib, endi biz dunyoning hamma yeridan o'zimizga yordam so'rayapmiz. Shu qatorda mush Osiyodagi Yaponga kelib shu xalqdan biz yordam so'radik. Biz endi diktatorning Xitoyning oldidan yordam so'rasak, u ba'midi bizni o'ldirdi. Shuning uchun biz bulardan tinchlik bilan yordam so'radik. Shuni bizning bir-birimizga qilgan bir muhabbatimiz, yordamimiz uchun shunchalar minglagan, o'n minglagan maqolalarni yozib, tuhmat qilib chiqyapti. Xitoyning qurol bilan bostirg'ini yetmamdi bizni. でも一方でやはり世界ウイグル会議に出席されている大半の方々の家族は新疆ウイグル自治区にいて、中国にある意味人質に取られている状況だと思います。で、ラビアさんの息子さんも、5名まだあちらにいて、そのうちの2人が刑務所に捕らえられているということで、3名も軟禁状態と。で、ラビアさんのその一挙手一動すべてのその行動がやはり人質に取られている息子さんに、影響が及ぼされるという、そういった現状ですね。でもその戦っていく心理的葛藤を含めて、何がそこのあなたの強さを、支えているんでしょうか。 Ben yukarıda ötüp kettim. Menin halkım dünyadaki ezilgen milletlerinin içinde en dünyaya avazını anlatamay, en kattık yokavatkan halk. Mınlıgan, on mınlıgan turmu diyatkan yaş balla ve onun sırtı kalan anıları, perzentlerinin közü işi bana tikilip duruptu. Xitay mı şunun için beni kattık man karşı çıkıvatıdı. Lekin ben aşı halkının beşideki külfetinin eğirliğini eğer ben üstümge alalısam, aşı halkını aşı 20 milyon xalqning dardini men ozod qila olsam, haqiqatan mening eng suyimlik bolalarım turmada. Hech qanday gunohsiz, faqat mening mush erkinlik talab kishilik huquq deganligim uchun xalqimning ovozi bo'lganligi uchun uni turmaga tashladi. Bolalarımni tashladi, navarlarimning kuni tas. Yaqinda ikki bolamning ikkilisi eng ig'ir darajada jazolash turmusiga yo'tkapti. Mushlarning hammasi mendan o'ch elish uchun qilayotgan ish ekanligini men bilmayman. Biroq Xitoy meni buning bilan to'xtatolmaydi. Ben ballarım için, halkım için qo'shlab faaliyet qilib harakat qilyapman. Men ballarımni bak yaxshi ko'raman. Ben degan ona. Lekin mening ko'zimdan oqqandek minglagan onalarning ko'zidan, hatto 5 balasını etip taşlagan ana var, minglagan analar var mendek yig'layotgan. Shuning uchun men bir ana, bir oilam bilan shularni qutuldira olsam, shu bedel üstümge oldim ben to'layman dedim, ben to'layapman dedim. Xitoy kommunistlarini bizde
analarning ko'z yoshi bir kun tutudi deb qarayman. Chunki Xitoy kommunisti har qanday faşist, har qanday diktator mushundaq vahshiylashganda yimirilib ketadi deydi. 凄まじい弾圧が続いていると思うんですけれども、やはりいまだにそういう中国の核実験による被害とか同化政策とか弾圧は、悪い方向、もっとひどくなってるんでしょうか。Hem 5 iyuldan keyin shundoq ig'rilishyapti Uyg'urlarning ahvoli. Hem ma'voliki burunqi besh qo'lli qonga milangan odamni olib ketgandan keyin bu yangi rais kelganda bir yaxshilanamiki deb bechora Uyg'urlar umid kutgan. Lekin o oqimi chiqib Uyg'ur yosh bolalarga 18 yoshlik 19 yoshlik qizlarga 25 yoshdan to'van bolalarga oqimi chiqib o'lim jazosi hukm qilyapti. Uyg'urning yoshlarini ko'chalarda yemek içmek setiyotgan savdogarlarni etib qonunsuz Uyg'urlarga o'lim jazosi beryapti. Uyg'urlarning ting'idak, atrofiga qarg'idak, beshini ko'targidek holi yo'q hozir. Xitoy hukumati men o'ltirmasa, men o'ltiraman, sen o'lishga tegishlik. Men uraman, sen tayoq yeyishga tegishlik. Men seni bosman, sen beshingni tövanga qarab turishga tegishlik. Bir millat deb ustimizdan shu hukmni chiqarib oldi. Xitoy hukumatining bu qilmishi mening xalqimni o'yg'atdi. Menga o'xshash botirlarni tarbiyalab chiqdi. Agar zulm mushunda ig'ir bo'lmagan bo'lsa, men bolalarimdan kechammagan bo'lardim. 核実験は40回したんですか。46回。でその核実験による、白血病、がんとかさまざまな後遺症が出てるというんですけれども、大体どのぐらい被害が今報告されてるんでしょうか。Atom sınıqın Xitoy hukumati ajoyib ish u vaqtlarda bizning nada vaqtimizga Uyg'urlarning eng ko'p o'tiraqlashgan, eng zich o'tiraqlashgan, asli shulardan neri tarafga tarim o'ymanligining nayt keng ketgan yerlarda sınaq qilib bo'ladi. Lekin eng qo'yib o'tiraqlashgan yerlarning o'ttirig'i akilib, ash necha million Uyg'urning o'ttirida bu shu hozir 60-yildan boshlab 94 yıl, 93 yıl. 96, 64'ten 96 yılgacha yer astı, yer üstü bulup 57 qitim sınaq o'tkazdi. Hozir atom sınıqının zəhridən ölüb ketgan adamlar ayni vaqtda nəhayət jiq. Bunun sanını ben bir yerde bulamayman. Endi hozir şu rak bilan o'layotgan, put qo'llari maymoq ketayotgan, o'zlari qon rak bilan o'layotgan, har xil kasallar bilan o'layotganlarning hatto namratlikda bechoralar hem atomning zahrida o'layotdi, hem namratlikda o'layotdi. Davolashni kapolatga hukumat ega qilgani yo'q. 未だに保証はないんですか。 Paravallık, davalaş bulsa hem adam özü ağırıp, özü ölüp, özü kırılıvatıdı. Bulup mu Cenab-ı Şinjan'da, muş atom sınaq qılan rayonlarda şundaq eğir hazır. Hatta küçük balalar gıcırak olup ketip bardı. 本当にひどい話ですね。でラビアさんは今日福島日本の福島の原発もちょっと事故に遭ってしまったんですけれども、その福島を慰問されたということでどのような印象を持たれましたでしょうか。 Çünkü sizlerinin bir kudretlik devletinle var dedim. Ben ular gerçi şu yerden sizlerinin ularını gökkep ekegininlerge qarab, sizlerinin kudretlik devletinle var, sizler baxtlik dedim. Hergiz konularını yerim qılmanglar. Biz sizlerini yoklap geldik, su apıtı oğan yerini yoklap geldik. Dep ularga sanat koyap verdim, biraz hoşal kıldık. Özümüzün milli tamakları bilen ularını kütüp aldık. Ularını naitip bizden razı olup, nait hoşal olup, bizni ketkizgisi kemmeyli kaldı. Biz mi şununla 4-5 saat turup gettik. Endi aşılarını köge vaxtımda ben özümün halkım bilen seliştirdim. Endi bizden halkını seliştirip verdim. Ularını yötkeydiğen, davalaydiğen mi adam yok, kanda ölüp atkalığını ben ularga etip verdim. Atom bilen emez, adette namratlıktan dihallarının yerini tatip edip, dihallarının yerini işkirdin kegen köşmen, harbiy Xitaylarga tatip epirip, aş namratlıktan ağırıp yıkılıp atkan dihallarının doktorxanaga beriş davalas pulışını mı vermeyevatı hazır. Biz aşu yana aşu su ep ketken yerge bardık, özümüz Müslüman boğaşka, biz özümüzden kaydımız boyunca dağ kılıp Xatmi Kur'an kıldık. Ya bunun keyin halkı tinchlik tiladik ve ölüp ketkenlerge ta'ziya bildirdik.
ありがとうございます。本当に福島の方々、ラビアさんの訪問で、随分勇気づけられ癒されたことと思います。一日本人として感謝申し上げます。Mening balalarimga selayotgan zulmni to'xtatish kerak. Mening ikki balamni qiynayotgan, meni qanday qiynagan, mening turmamdimi ig'ir turmaga aketganligini angladim. Mening turmidagi xalqimni qo'yib berish kerak. Shuni siz deb qo'ying. 最後ちょっと日本に、日本人へ向けてメッセージ、また日本に何か日本人が協力できることなど教えていただければと思います。Men aldı bilan bütün Yapon xalqiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Yaponliklarning bizga qilib beradigan ishi, Yapon hukumati, Yapon parlamenti, Yapon xalqi Yapon hukumatiga aytish orqali bizning aldı bilan do'stlik guruhi qurilibdi, buningga rahmat. Lekin bizning ishimizni, Uyg'urlarning ishini, o'zining kishilik huquq masalasi, erkinlik masalasini Xitoyning ichki ishi emas, bu kishilik huquq degan, erkinlik talab edigan butun yer sharining ishi. Bizning tinchligimiz yer shariga, butun Osiyoga kerak. Shuning uchun Yapon hukumati, Yapon xalqi o'zining tashqi siyosatiga Uyg'ur masalasini kirgizishni va biz to'g'riliq bizga yordam qilish, bizning milliy kimligimizni qutuldirish va bizni qutuldirib qilish to'g'riliq qonun tuzishni umid qilaman. Yapon xalqining bizni Uyg'urlarni qutuldirib qilishini va bizni cho'qim qo'llashini umid qilaman. 貴重なお話本当にありがとうございます。Sizga ko'p rahmat. Rahmat. 非常に私喜んでいます。はい。自分が間違いないと。いやとりわけね大高さんがちょっと涙ぐんでたのがね、私も大高さんはもう本当に世界を駆け巡るね、ジャーナリストという強い女性という目で見てたんで、もうますますね大高ファンになりましたね、あれは。はい、まあただそれだけねラビアさんの訴えが私も思わずね涙ぐみそうになりましたけれども、やっぱりこういうお母さんをこれ以上苦しめちゃいけないなと本当に改めて思いますね。そうですね。本当彼女がね、ウイグルの母と呼ばれるゆえんが、よくお分かりいただけたかと思いますけれども、ラビアさんの涙は彼女一人に象徴されるものではなく、本当に多くのウイグル人の母親たちが不当に子どもたち、息子を刑務所に入れられ引き離されている現状というのをですね、もっと世界中で人権問題声を上げなければいけないと思います。でラビアさんこの本当に今ご自分の国およびご自分のことでも手一杯のはずを、この日本滞在中もね、素晴らしいことをしていろいろいただいたみたいですよね。そうですね。福島慰問もさることながら、日本に到着した翌日に、靖国神社の方にも、行かれてくださいました。それから、尖閣諸島にもですね、10万円の寄付を出していただきました。ただ残念ながら日本のメディアでこのことがあまり報道されていないのには2つの理由があります。で1つは中国に気兼ねして、ということ、それからもう1つは逆の意味で、これを報道されることによって世界ウイグル会議の立場もある意味、脅かされてしまうという背景がある。でなぜかと言いますと中国が実に巧妙なプロパガンダを使って、今回その靖国とか尖閣問題は日本のその右翼分子が、テロ組織であるウイグル、会議と結託をして、行わせてものだみたいなそのインチキプロパガンダを行っていて、一部諸外国の団体もそういったものに騙される可能性も出てきてますね。結局ウイグル会議に対する資金凍結ということも出てこなくとも限らないということで、微妙な立場に置かれているわけです。私本当情けない
いなと思いましたのは、国を持てないウイグルの方々が本当にこれだけもう捨て身になって、戦っておられる中で、国を持っている日本の中でね、まだその靖国一つとっても国論が分断され、しっかりとしたその世論のバックアップをウイグルの方々にできなかったというのは反面教師にして、また次お越しになる時にはですね、もっと強固なサポートをできるように我々も頑張っていかなければいけないのではないかと思いました。中国がああいう国ですから、イチャモンつけるのは向こうの勝手だけれども、もうまさにこれは日本の国内問題ですからね、それからとりわけね、尖閣にご寄付をいただいたというのはね、この10万というのはその日本人が考えている10万以上のこういう運動をやってる方々にとってはね、貴重なお金だと思うんですね。それをこの尖閣の基金にされたということは、もちろんその尖閣問題ということもあるんだけれども、やはりこれは独裁国家、侵略国家中国に対してやはり日本人も目覚めてくれよというその国際連帯の証でもありますんでね、やっぱりそのメッセージは重く受け止めなければいけないなと私など思いますね。そうですね、これで本当に日本が尖閣を中国に取られたも何にもならない、もう絶対に守り、その勢いでチベット、ウイグル、内モンゴル、台湾まで含めて、やはり中国のその姑息な支配から解放されるためにですね、日本も立ち上がらなければいけないと思います。で、私ね、この問題でもう一番腹が立つのはね、昔からね、この人権とかなんとかっていうのを一丁前に言ってたのは、その日本の左翼リベラル派なんですよ、この連中がね、彼らが言ってたとは比較にならないくらいのね、もうとんでもない人権抑圧というのを目の前にしてですよ、その中国様がやることにはもう何も言わないの、ふざけんなと本当言いたいですね。本日は大高美紀さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。